Abdujabbor aka, mana yaqindagina Samarqand shahrimiz katta bir xalqaro miqyosdagi tadbirga mezbonlik qildi va butun dunyoning ko'zi aynan shahrimizda bo'ldi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bugun Samarqand shahri dunyoni e'tiboriga tushayotgan shaharlardan biri desak bo'ladi. Ilgari bir ibora yurardi, barcha yo'llar Rimga eltadi degan. Bugun bu ibora o'zgardi deyishimiz mumkin. Ya'ni barcha yo'llar Samarqand shahriga eltadi. Kundan kun chiroy ochayotgan Samarqand, mana ko'rib turibsiz, ayni paytda Alisher Navoiy nomidagi markaziy istirohat bog'idamiz. Odamlar madaniy hordiq olishi uchun ko'plab sharoitlar, ko'plab qulayliklar yaratilgan. Bir daqiqa Gulshadoxon. Ammo shu o'rinda ham aytib o'tishim kerakki, ya'ni aholi mana ko'ryapsiz, dam olyapti, bu yerda madaniy hordiq chiqarishyapti, ichimlik iste'mol qilishadi yoki boshqa morojniy yeyishadi. O'z paketlarini, bakalashkalarini shu hududlarga tashlab ketish holatlari kuzatilyapti. Biroq hudud bo'ylab har 20 metr, 30 metrda chiqindi tashlash qutilari joylashgan. Abdujabbor aka, mana erta tongdan bizdan oldin obodonlashtirish xodimlari shaharning tozaligini saqlash uchun, toza tutish uchun mehnatga chiqishyapti, ish faoliyatlarini boshlashyapti. Mana shunday holatlarni oldini olish uchun, mana shunday holatlarni biroz kamaytirish uchun yana nimalar qilish mumkin deb o'ylaysiz, sizningcha? Keling, bu savolingizga mana shu bog'da o'tirgan odamlarni o'zidan javob olishga harakat qilaylik. Yaxshi bo'lardi. Odamlarni o'zidan so'raymiz endi birgalikda. Qani ketdik. Mani fikrim, shaharda umuman yurtimizda ko'chalarni, bog'larni tozalik saqlash uchun menimcha birinchi navbatda qilinadigan ish shu tozalikka bo'lgan tarbiyani maktabdan boshlash, bog'chadan boshlash. Bolalikdan. Tozalikka rioya qilish kerak. Hamma vaqt chiqib mana ketayotgan odamlar berib tashamasin. Shu uchun ekologiya toza bo'ladi. Odamlarga tashama, unaqa qilma, bunaqa qilma deganingiz bilan hech kim chiqindini ko'tarib yurmaydi-da, tashlab yuboradi baribir. 10 qadam, 20 qadam yurgandan keyin. Shuning uchun menimcha chiqindi qutilarini ko'paytirsa yaxshi yechim bo'ladi deb o'ylayman. Insonning ma'naviyatidan kelib chiqqanda, endi bu ma'naviyat hamma odamning uyida avvalambor shakllanadi, keyin esa maktabda, qolaversa ko'cha-kuyda olgan bilimlari orqali shakllanadi-da ma'naviyat asosan. Endi bu o'sha yoshlarning, ya'ni kim insonlarning ko'proq tartibsiz hayot kechirayotganidan shakllanadi, yuzaga keladi. Assalomu alaykum Xormay. Bir savol bilan murojaat qilsam. Shahrimizda chiqindilar ko'paymasligi uchun, sizlarning mehnatinglarning qadriga yetish uchun yanada nima ishlar qilinishi kerak? Avvalambor shu yerda o'tayotgan yoshlar, ko'pchilik mana yosh bolachalarimiz qo'lida morojniy yoki qog'oz masalan o'tib ketadi. Shularni mana bu chiqindi tashlayotgan anavlarga tashlash, o'rnalarga tozalikka katta rioya qilgan bo'ladi.